Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun juma ayoldan hammaga muborak. Ajoyib bir yaxshi kunimiz. Va shu kunimiz bugun biz eslangda bo'lsa 2 kun oldin 10 trakni ko'prog'i 700 mingdan aksiya qildik yangi yilgacha. Va ko'p telefonlar bo'ldi, ko'p SMSlar keldi bizga, kommentariyalar. Donani ham tushirsak bo'ladimi hoji aka deyishdi. Mayli, shunga qarab, sizlar ko'ngillarga qarab tushiramiz. Mana oldingi narximiz mana donaga 1 million edi. Biz buni bugundan boshlab 7-noyabr 2025-yil bu уже tarix ko'rdi buni. Keyingi narximiz bu 900 ming qilmoqchi edi. Yana maslahat turish, buni ham olib tashlayapmiz bu narxda. Buni ham olib tashlab, hammasi sizlar mijozlar uchun. Juda hurmatli podpiskachilar. Va bugundan boshlab yangi narximiz qolgan rakillarimga mana 850 mingdan narx beradi. Bebalaki farq qilishi mumkin. Manzil oshirishi 3-yo'lagimiz Bektor tomonidan yengil mashina stoyankasi, chap tomonda bizga o'ng qo'lda o'zaro kelish, katta beton yo'li. Hammalarni kutib qolamiz. Tabriklayman.